Leksimizni davamlaştırmaz, hürmetli vatandaş. Bugün çizsaq 2025 yıl 2. ayının 28. günü ettik cüme vatandaş. Endeki mavzumunda Prezident Donald Trump 2. ayının 4. günüdün başlap Cungo'ga yani 10% tamojlu böcek koyduğunu ilan kıldı. Muşunu ayrıyamay kaldım. Burun 10% bilen hazır 10% okşaşma kandak vakit tertibi ki ahırı çıkıdı o. Hazır muşunu sizler şundak yetkizimiz. Prezident Donald Trump 2. ayının 4. günüdün başlap Cungo'ga yani 10% tamojlu böcek koyduğunu ilan kıldı. Cungo zerbi veriş tedbiri kullanımız da tahdit saldı. Mavzulu haber 2. ayının 28. günü Amerika avazına Xitay programımız ilan kılındı. Haber bundak başlandı. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidenti Donald Trump 2. ayının 27. günü bundak ko'rsatgandi. 2. ayının 2. ayının 27. günü bundak ko'rsatdi. Amerika Qo'shma Shtatlar ve prezidenti Donald Trump 2. ayının 27. günü bundak ko'rsatdi. 2. ayının 4. günden başlap Cungo'nu import kılgan tovarlarga Cungo'dan import kılıngan tovarlarga köpeytip 10% tamojni böcek koyduğunu ilan kıldı. Kanada Meksikaga 25% tamojni böcek koyuş qo'zg'atildi. Sebep şu oldu ki acellik pintayni zəhərlik buyum davamlıqmış devletler arqılıq Amerikaga eqib kirivatıdır. Bu doğruda Cungo Savdo Ministerligi bayanat ilan qilib yakkichilik bilan tamojni böcek qo'yishni ayblab Dünya Savdo Tashkilotining prinsiplariga xiloflik qilganlik, ko'p taraflik savdo politisasiga buzg'unchilik qilganlik deb tanqid qildi va zarur tadbirlarni qo'llanib, zarba berib, o'zimizning qonunli huquqimizni qo'llaymiz dedi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump hukumat 2. ayının 4. gündən başlap Cungo tovarlarga 10% tamojni böcek qo'yduğunu e'lon qilgan edi. Asıl cümle meyad ekan, men 5 yil tamtilabdi mendan vatandaş. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump hukumat 2. ayının 4. gündən başlap Cungo tovarlarga ko'paytib 10% tamojni böcek qo'yduğunu e'lon qilgan edi. Aradan bir ay o'tganda boj normasini tartibga solib, bu qatim yana mundaq e'lon qilishdan, yoki Cungo hukumati qattiq norozi bo'ldi. Cungo Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi deyilgan juma kuni, ya'ni 28. kuni mundaq ko'rsatdi. Amerika taraf yana bir qatim pintayni masalasini bahona qilib, Cungo tovarlarga tamojni böcek qo'yishni tahdid soldi. Cungo taraf buningda qattiq norozi bo'ldi. Qat'iy qarshi turdi va barliq tadbirlarni qo'llanib, o'zining normal davlat manfaatini qat'iy qo'llaydi. Bu Cungolikning ifodasi. Siz shuni diqqat qiling. Siz 2. ayning 4. kuni ijro qilingan 10%lik tamojni böcek bir ay kechiktirildi. Bugundan boshlab, ya'ni 3. ayning 4. kunidan boshlab bu tamojni böcek yo'lga qo'yildi. Rasmiy ijro qilindi. Amerika Cungo iqtisodining bir-biridan ayrilib ketishi hamda kaskinlashidir. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Alomatlar ko'rsatib berdiki, prezident Donald Trump dal hozir Cungodan keng doiralar bo'yicha iqtisodiy munosabatlarda ayrilib ketishga tayyorlik qilyapti. Alashar. Diqqat vatandosh. Qarab turing, men takrorlay buni. Reuters xabar qilib mundaq ko'rsatdi. Alomatlar ko'rsatib berdiki, prezident Donald Trump dal hozir Cungodan keng doiralar bo'yicha iqtisodiy munosabatlarda ayrilib ketishga tayyorlik qilyapti. Qisqa muddat ichida Cungo bilan savdo kelishimi imzolashdan anda umid asosi yo'q.
Yeterlik ümit yok. Aksaray ötken hafta Amerika Aliyul Ala meblağ seliş Aliyul Ala meblağ seliş esletmesi ilan kıldı. Naiti eni kılıp Cungone çet ellik rekabetçiyle Katar'a kırgızı. Ve Beijing'in Amerika şirketlerine meblağ selişiden faydalanıp ilgar texnikalarını uğurlışıga uğrunadığallığı ve bu texnikini harbiy taraqqiyatqa işletidığallığını ayıplıydı. Washington neçe yüzlügen Jungo şirketlerinin Amerika'da bazarga çıkıp özgürüyken menfaat gevde kurulması da eğer bundaq ölçüklarını bayqaydigan bolsa, mesela Amerika taraf Amerikalik meblağ salgıçılarga faydasız boladiganligini bayqayalaydı. Bundaqda aldamçılık davamlıq yüz berdi. Belki Jungo şirketlerine bazarda çekindirishga to'g'ri keldi. Yoki qo'llab chiqarishga to'g'ri keladi deb aytaylik. Çekindirishga to'g'ri keldi. Mushu oyning 5'ida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump qattiq qo'l London Hayd Amerika Savdo Ministerligining muhim amaliyot tayinli Jungoga ve başka devletlerge qaratilgan AI eksportini boshqarishga mas'ul qildi. Amerika Qo'shma Shtatlar Davlat Mahkamasi mushoyida Jungoga munosabatlik tor bitini yangilaganda nayt eğer söz iboralarni kirgizib, masalan bu tor bitini yangilaganda 2. ayning qanchinchi kuni edi unutib qoldik, kechiringlar. Cumhur Halk Cumhuriyeti amaldan qoldirildi, Jungo deb ataldi. Buningdagi vatandosh sizmi bizmi ham Cumhur Halk Cumhuriyeti degan so'zni ishlatmaymiz. Mush davlat mahkamasi 2. ayda o'zining organ torbitini yangilaganda Cumhur Halk Cumhuriyeti degani amaldan qoldirib Jungo deb atagan edi. Hozir yani müşahede şu torbetni yangilaganda nayt eğer söz ibarlarını kirgizib işletip Jungoga qaratilgan cheklash xarakterlik mablag' selish muhiti ni eg'iz qoldi. Yani Jungoda mablag' salamda Amerikaga marhabat, lekin bu muhit cheklash xarakterlik muhit. Jungoluk mablag' salg'uvchilarga cheklash xarakterlik muhit ni eg'izga oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mahkamasi bu yil mush yilning 2. ayning 5'ida tor bitini yangilaganda, mazmunlarni yangilaganda mush gapni eg'izga oldi. Demak, bu yerdan Jungoning ehtiyot qil, Amerikaga mablag' solish diqqat qil, ehtiyot qil Jungo şirketlari. Ya bu yo'l sana uçup, ya bu yo'l sana taqiladi deganligidir. Shu yerga boradi da hisobda. Bosh dedi qozi Amerika Qo'shma Shtatlari tayyorlik qilyotdi. Iqtisodning barliq keng yuzli sohalari bo'yicha Jungodan ayrilib ketish tayyorlik qilyotdi dedi-ku. Ammo jumlalar ikkisining o'rtasida bog'lanishyotir. Mushu gapni eg'izga oldi. Chekli xarakterlik mablag' solish muhit. Jungoning adolatsiz savdo harakatlari va texnik raqobatini eg'izga oldi. Shu vaqtda tanqidlagan edi. Yani bugungi xabarimiz birinchi Tayland hukumatining 40 nafar Uyg'urni Xitoyga o'tkazib berganligi va bu to'g'rida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning yuqori darajali amaldori davlat ishlar kotibi Marco Rubioning bayonot e'lon qilib ayblaganligi. Ikkinchisi, andan keyin biz muhim deb qarab kelayotgan İstanbul suhbati 2. ayning 18. kun o'tkazilgan Saudiya Arabiston suhbatidan keyingi İstanbul suhbati. Eng muhimi shunday bir paytda mushu suhbatlar to'g'risida mushu suhbatlarda o'tirib qo'yilgan masalalarni Jungolukning do'sti bo'lish sifati bilan
Rusya Federasyonunun prezidenti ve onun bekanındaki en yukarı derecelik emaldar, bexatarlik emeldarı Sergey Shoigu 28. gün Beycan'a yetip geldi. Mana bu anda 3. haberimizde hazır Amerika Qo'shma Shtatlari hükümeti barda, lakin savdo, tijoratga aloqador barliq sohalar bo'yicha Jungodan ayrilib ketishga tayyorlik qilyotidi degan xabar. Bugungi xabarlarimiz katta xabarlar, vatandoshlar, intayin katta xabarlar. Bu xabarlarning hammasi yig'ib kelsangiz, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trumpning xarakteriga bog'liq siyosatlar.